Shunaqa g'alati multfilmlar orqali odamlar yiliga 26 milliard dollar ishlashini bilarmidingiz? Endi bilib olasiz. Bu yaponlarning multfilmlari anime. Anime o'zi inglizcha animation so'zini qisqartirmasi. Animation degani bu narsani jonlantirish. Noto'g'ri tushunmang. Jonlantirish deganda 2D chizilgan rasmlarni turli xil uslublar orqali harakatlantiradi va shuning oqibatida xuddi bir u trikdek illyuziya paydo bo'ladi. 1917-yilning Samuray haqida Namakura Gatana nomli anime dunyodagi birinchi anime deb hisoblanadi. Anime ham boshqa multfilmlarga o'xshab chiziladi, lekin nima sabab dunyo bo'ylab shunchalik ommalashib ketgan? Bunga ikkita sababni aytaman. Birinchisi, takrorlanmas unikal uslub. Animeda hikoyalar turli xil bo'ladi. Romantika, sarguzasht, kundalik hayot va ujuslar. Ya'ni anime faqatgina bolalar uchun tayyorlanmaydi. Har bir yoshdagi insonga o'zining animesi topiladi. Ikkinchi sabab, juda kuchli emotsional bog'lanish. Bir marta animeni ko'rgan odamlar o'zi butun umriga animega mehr qo'ysa kerak. Musiqa tanlash, chizilish uslubi va ko'rinishi va hamma narsa o'z o'rnida va tomoshabin buni ko'rib juda qattiq emotsional bog'lanib qoladi va ko'rishni davom etaveradi. Va eng muhimi, anime hozirgi kunda yiliga 26 milliarddan ortiq daromad olib kelyapti. Siz esa anime ko'rasizmi? Nomini yozib qoldiring.